Assalomu alaykum. Hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Mana bu joyda hamma biladi. Mana bu Meduchilishi to'g'ridagi. Bu mana Qarshiga ketayotgan yo'l, bu mana shaharga kirayotgan yo'l. Mana bu yoqqa Sigma magazinlar. Mana shu dom tashqariga qaragan tomondan skvoznoy uy 100 kvadrat. Biznes uchun ham ishlatsa bo'ladi, bemalol. Mana joyni ko'ryapsizlar, ollani ham ko'ryapsizlar. Qancha joyi bor. Hozir ichkarisini ko'rsataman. Mana hovli qismi alohida bashna qo'yilgan. Suv muammo emas. Gaz вообще baland yonadi bu yoqqa. Qishlarga shaharda o'ttalari gaz yo'qolib qolsa, bu yoqqa futbolka, shortik bilan yuradi odamlar. Uyda oldi mana archalar ekilgan. Mana bu yoqqa mashina qo'yishga mana parkovkalar bor, usti yopiq. Tayyor mana elektromobilga ham qo'yilgan ekan. Zaryadchilar. Uy mana shu. Hozir ichkarisini ko'rsatamiz. Podyezdlar keng, kichkina qilinmagan zinalar ham. Mana uyga kirishda ham katta koridor. Xonalarga kirishga eshiklar qo'yilgan, mebelli eshik hammasi. Mana bu tomonga katta zal. Nastenli shkaflar qilingan. Ko'rib turgan nima ko'rsanglar hammasi qoladi shu turishiga, hech narsa olib chiqib ketilmaydi. Uy chotga turibdi. Taglari laminat qilingan, radiatorlar qo'yilgan. Isiydi zo'r uylar, mana derazalar ochiq turibdi даже issiqligidan. Mana ko'cha, reshotkalar qo'yilgan. Bunaqa lustralar qo'yilgan. Tayyor holatga shunday olib kirib yashasa bo'ladi. Mana bu spalnya. Bu ham xuddi shunday hamma narsa qoladi, hovliga qaragan. Shkaflari, hamma narsasi shu turish qoladi. Mana bu tualet, kafel qilingan. Yarimgacha mana aristollar qo'yilgan, ventilyatsiyalar ham bor. Hamma narsa idealni yangi turibdi. Deyarli yashalmagan bakka. Mana bu yana bitta uy, xona, bir vaqtlar kuxnya bo'lgan bu. Kuxnyani mana bu tomonga olib chiqishgan, bu balkon bo'lgan, balkonga olib chiqishgan. Mana balkon. Kuxnya garnitur, xolodilnik, jalyuzi, konditsioner, hamma narsa qoladi shu turishiga. Bunaqa variantlar har doim ham chiqib bo'lmaydi. Mana bu kladovka. Shunaqa joy bo'lgan, 3 burchak, shuni kladovka qilib qo'yishgan. Eng qiziq tomoni mana shu ko'cha tomonni ochsa bo'ladi biznes uchun. Nima biznes bo'lsa shunga qarab ochsa bo'ladi. Undan ham qiziq tomoni tagiga xuddi shuncha kvadrat, 100 kvadrat podval ham bor. Balandligi 2 metrdan baland. Uni ham qo'shib ishlatsa bo'ladi. Tashqaridan ham xot qilsa bo'ladi. Podvalga xohlang mana shu joydan pastga ham xot qilsa bo'ladi, tepaga ham. Ko'chadan xot qilingan taqdirda mana bu kirish joyi bo'ladi. Podvalga ham yoki agar yashash uchun bo'ladigan bo'lsa, mana shu joydan podvalga tushadigan joy qilsa bo'ladi. Podvalni ham hozir ko'rsatamiz. Undan ham yana sizlarga ideya bo'ladigan bo'lsa, shu turish olib kvartiraga qo'ysanglar ham 300-350 dollargacha odam yashaydi. Uni ham o'zimiz qo'yib beramiz. Kvartiraga qo'yishga ham hamma sharoit, hech narsa olib kelmaysizlar, shunday uyda olasizlar. Odam topib beramiz, qo'yasizlar, 300 kelyotibdi oyma-oy. Mitta olli, talab zo'r baqqa, gaz zo'r.
xohlanglar mana biznesga, xohlanglar o'zlaring yashashga zo'r variant. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Hozir podvalni ham ko'rsataman. Idealniy variant mana. Uyda tagi polniy podval 100 kvadrat. Bu degani 200 kvadrat maydon birinchi, ikkinchi etaj bilan mana polniy balandligi mana ko'rinib turibdi. Mana bo'yim 1.80 bo'lsa 2.20 minimum chiqadi, 2.30, 2.5 bo'lishi ham mumkin. Bemalol uy qilsa bo'ladi. Mana bu tomon polniy. Mana tumbalar polniy qo'yilgan. Katta joy xohlagandek qilib bo'la olish mumkin. Mana bu ko'chaga qaragan. Deraza ham qo'ya olish mumkin. Ventilyatsiya polniy bor. Tagi ham tep-tekis. Laminat qilib olsa bo'ladi. Ichkaridan xot qilsa bo'ladi uyga chiqishga. Mana shu uyimiz 60 ming deyilyapti. Ozgina kelishayotgan joyimiz bor. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Tanish bilishlar jo'natib. Bunaqa variant har doim ham chiqavermaydi. Ichiga polniy hamma jihozi shu turish qoladi. Shaharda eng zo'r joyda. Tanish bilishlar jo'natib qo'yinglar. Biznes uchun ham, arendaga olish uchun ham, yashash uchun ham 2 etaj qilib bemalol dahshat VIP elitniy kvartira qilib olsa bo'ladi yoki biznes uchun ofis yoki qanaqadir joy qilib olsa ham bo'ladi. Telefon qilinglar, gaplashamiz. Obuna qil, like boss, o'zingga ko'ngil. Bizning yo'limiz qonuniy, hech narsa nojo'ya ko'ngil. Kesh universal number 1.